Assalomu alaykum hammaga. Hozir mana radiusni chiqarishni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Qaranglar, birinchi bo'lib chizmani chizib olamiz, devorga sentrga olamiz. Sentrdan ikkitami nima qo'llaysizlar, qo'lingizda nima instrument bor, shunga qarab radiusni chizib olasizlar. Bunga keyin bozorda ikki xil направляющий profil bor. Bittasini U deymiz, bittasini L deymiz. Hop, L ishlash bizga oson. Men bir yog'ini o'zini qaychida kesib turib, 5 sm mi 10 sm mi radiusga qarab turib kesib turib, buni devorga qotirib olamiz. L profilli. Bizga L profil oson, shuning uchun Lni qotiramiz. Qo'lni aylantirib qotirib olamiz. Qotirganimizdan keyin bunga bort 10 lik bo'lishi kerakmizda 9 lik kesib olamiz. Mana hozir L profilni qotirib oldik. Unga 9 lik 9 sm lik bortimizni qo'yib olamiz. Unga nima? Hop, agar u profilli bo'lsa, buni ikki yog'ini kesish kerak bo'ladi. Ikki yog'ini kessanglar aylanadi. Ikki yog'ini kesib aylantirib olasizlar. Yo'kida rekani o'sha 10 sm mi 6 sm mi nima qulay bo'lsa, o'sha bilan pulni 9 lik kesgan bortimizga qotirib aylantirib chiqamiz. Aylantirganimizdan keyin mana bunimizni ichiramiz. Masalan, 90 lik devordan qochgan gipsigardan. Hop, rekani qotirib olganimizdan keyin 90 lik gipsigardan yopamiz. Mana burchaga обязательно mana shunaqa qo'yilib, keyin bu yoqdan ham bitta tushadi. O'shanda mana gipsigardan botdi. Keyin bu yoqdan ham gipsigardan botdi. Tegi bitta splashni tekis qo'yib olasizlar. Bu yoqni ham xuddi shunaqa tegi qo'yib olasizlar. Hop, shunaqa qilib, patsetkani 5 kesib olamiz bortiga. Yopilishi bilan 10 bo'ldi. Patsetkani qo'ysak, 5 qo'ysak 5 qoladi. 5 patsetka bortimiz qoladi. Mana shunaqa ish qilsangiz sizlarga ham oson qulay bo'ladigan umidamiz. Sizlar mana shunaqa qilsangiz bo'ladi. Mana bu yerdan 120 kelgan joyini gipsigardan belgilaysizlar. Bu yerdan tushishini, masalan, bu 120 bunaqasiga keldi, bunaqasiga necha? 40. Bunaqasiga 60, bunaqasiga 2,5. Mana shu tochkani belgilab olasizlar. Gipsigardan buni ham belgilab olasizlar. Sentrga qo'yib turib, mana bu yerdan radius tortib, aralab qo'yib olsangiz ham bo'ladi, butun qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yoq ham instrumentingizga bog'liq.